Nerv içip kelgende hardık so'rab qo'ymasan qandaq bo'ladi? Mana. Tuta. Teşikmi Gülçimen? Uzun bo'ldi kelmadingiz-ku. Haşan tügütüp bolanmay. Qachonmi tuga bu hasha? Apingiz sizni xuddi hasha uchun tuqqandek. Özlemgi tügüşük çamlığa çeyip boğan. Yani işki adamның aşırını setip ağandım. Nimishqa? Ko'tiramasang sangiltib ol degandek ish qilibsiz-ku. Azırak pul tapayım eken dep. Haras. Sizge Yeznan bazardan qo'g'in ağaç kelgan. Uqsab ketganda o'ltirib yeyasizlar. Rahmat. Oy! Teşikmi erken şuji? Ajab amilimni atap ketding-ku. Burun savaqdashdiq, o'rnimizmi tangti. Hozir sen o'z muavin sekretar bo'lding. Şoňa amilini atamasak örmesizlik bolam eken deyman ha? Qo'ya, undaq gapingni. Fuqroningmi, boshliqningmi hammasining o'rni o'xshash. Ma gapni. Ahmad Tazni sekretar demay chaqirib baqaychi. Tanavimni tata qachon? O'stangdan kelishing o'xshamamdi. O'tkilarni yo'qlab ketaydi. Gulchimanmi bordi? Erkin, qachonmi tuga bu hasha? Gulchiman. Yurtimizda suv shunda qistirsa, suv qurilishi epamay bo'lamdi deysiz. Biroq markaz g'arbiy rayonlarni namratlikdan qutuldirish uchun nurg'un mablag' ajratdi. Agar yurtimizda zamonaviy suv qurilishlari epirilsa, biz shu chaqda hashaning jafosidan qutulamiz. Kela adash, mushuk ipang uchun seni qo'g'im bilan bir miyman qilay. Bo'ldi, rahmat adash. Men muhim bir ish bilan yezliq hukumatga mangan. Voy nima oldiraysa, hech bo'lmas bir atlim yepga. Bo'ldi, xo'sh adash. Men qo'g'ningni yeyman. Lekin bundaq yo'lda emas. Yangi tutgan uyingda. To'yinglarni tezroq qilinglar. Mana men senga yigit qo'ldosh bo'laman. Xo'sh emsa, men mangay. Maylamsa. Xo'sh, Ma'qul, xo'sh emsa adash. Mahallada qancha kun turasiz? O'g'illikka ma'musam bo'lmaydi. Kech chiqamsiz. Kechda chiqamasmanmikin? Hey, bu kimning mollari? Astag'firullah. Atla, qo'ylar haqning ko'k tatliga kirib ketibdi, xo'sh. Hamsi at ko'rchayli. Bu nagras o'yin qipila. Bu o'sma o'g'irlari. Asta. Gulchiman qo'san, ajab chiroyli qo'yib ketibsan ha? Ko'zning yig'ini yegidek. Qo'limni qo'yib eting. Ajab payzi qo'g'ing'o. Kimning qo'g'illig'ida pishibdi? Kim tergan bu shunikida? Akla men bir tetib baqay. Akla? Menga nesib bo'lmagan har qanday narsani oqibati mana mushunday bo'ladi. Bir xush xabarni anglayman-ku Tojigul. Shundaq bo'lib qolsa-ku, bizgimi? Nima xush xabar ekan u? Voy, bizning Savut oxining deyishicha, Ahmad sekretar yezig o'samish. Savut Sunjan bu gapni nerdan anglabdi? Voy, Wang Shujining birsiga deyotgan gapini chala bul anglab qopti desizlar.